Firibgarlarga aldanib qolishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Dada, sizga ishxonangizdan xabar keldi. Direktoringiz adashmasam. 4 dona ovoz yetmayapti. Konkursda ishtirok qiling. Havoladan o'tib ovoz bering. Direktorim-ku, yordam berishim kerak. Mening tanishimning o'g'li konkursda qatnashyapti. Shunga 4 ta ovoz yetmayapti. Ovoz bering, iltimos. Shu havola bo'yicha muvaffaqiyatli ovoz berdingiz. Shahboz, sizga zudlik bilan pul kerakmi? Siz nima haqida gapiryapsiz? Onlayn konkurslarda ovoz berishni orqasida firibgarlar turgan bo'lishi mumkin. Agar siz xato qilib shubhali saytga kirib qolgan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritmasligingiz kerak. Hatto sayt mashhur va qonuniy resurslarga o'xshab ko'rinsa ham. Ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalaning. Agar siz tanishingizning akkaunti buzilgandan shubha qilayotgan bo'lsangiz, uni ogohlantirishga harakat qiling. Har qanday chora ko'rishdan oldin unga yozing yoki telefon qiling.